bo'lsa, biz ham shunday bo'lamizda. Bir odam bor ekan, juda jismonan baquvvat, biroz jahldor, g'azabi qaynab turadigan va bu kuchini har doim ko'chada ko'rsatib yurar ekanda odamlarga. Kunlardan bir kuni bir qo'liga yara chiqibdi. Qo'liga yara chiqibdi. Doktorga boribdi. Doktorlar qo'lini tekshirib qarasa, yara rivojlanib ketyapti, aytibdiki, bu qo'lni kesmasa nima qilmaydi, bo'lmaydi. Qo'lni kesish kerak, qo'lni asrab qolish uchun. Qo'lni kesishibdi. Shu yerda. Qo'lni kesishgan ekan, u to'xtamabdi. Yana davom etibdi. Yana doktorlarga boribdi.